Payg'ambarimiz alayhissalomni joylari yupqa ekan. Bir kun 2 qavat qilib qo'yishdi bundoq. O'sha kun ko'proq uxlab qoldilar. Keyin turib aytganlarki, joyimni o'rniga qaytarib qo'yinglar degan. Bugun tahajjudga men kech turdim yoki uxlab qoldim degan. Joylarimiz bizni o'sha ko'proq uxlatadigan. Ato ibn Abu Rabah aytgan ekanlarki, men uyimda yostiqni ko'rganimdan shaytonni ko'rganim yaxshiroq degan. Uyda yostiq olmagan ekan Ato ibn Abu Rabah. 200 ta sahobadan rivoyat qilganlar, ilm olganlar. Ulug' tobein. O'zlari nogiron bo'lganlar. U o'ta ko'rimsiz xunuk odam bo'lganlar, lekin Makka ahlining imomi bo'lganlar. Hazrat Imom ham borib dars berganlar. Uyimda yostiqni ko'rgandan shaytonni ko'rganim yaxshi, chunki u uyquga chaqiradi degan. Qani shu qadar ularning hayoti riyozatda bo'lgan. Yostiq yo'q ekan, qarang. Biz yostiqni bir qavat etmasdan 2 qavat qilib, choyshablarni solib, satillarni solib, yana ham yumshoq matraslarni qilib, matras ham yetmasdan tepasiga nimani solib, shuna qilamizda. Bu narsa bizni borgan sari yotaloqlikka, maishatga, moyillikka, riyozatga, toqatsizlikka olib keladi.